ichinglar shlaklarga to'lib ketyapti. Bu qabziyat, bo'g'im kasal, asosan bo'g'im kasalligini olib kelyapti. Asosan. Ha, metabolizmni yaxshi bo'lmasligi. Endi bunga dolzarb qilib olib chiqa olmaysan, iqlim. Bizda yod yetishmovchiligi kuchli. Dengiz yo'q. Dengiz yo'qligini hisobiga bizda yod tanqisligi baland. Undan keyin bu metabolizmga ta'sir qiladi, gormonalning o'zgarishiga ta'sir qiladi. Ichak shilliq qavatlar musurga to'la. Bu to'g'ridan to'g'ri bu позвоночныйga, bo'g'imlarga beryapti. Shuni ko'p aniq qildim deyman. Shilak degan ilmiy asos yo'q ekan-da, qabziyat deyish kerak ekan shunday. To'g'ri. Bu qabziyat degani ichaklarda to'la musur degani. O'zi sani tilingda, mani tilimda ichakni ichi to'la musur degani. Mana shunaqa narsa. Shu musurni tozalama. O'z uyingda musur ko'payib ketsa nima bo'lib ketadi? Ming naryog'ini tozalasang ham, axlat ya'nida tonna bo'lib tursa tozalaganing ko'rinmaydi. Shunaqa narsa. Yuzing toza bo'ladi, makiyajga toza shunaqa bo'ladi. Tashqi muhit, ichki muhitni tozalamaguncha tashqi muhit chiroyli bo'lmaydi. Ichki muhit tashqi muhitga ta'siri katta.